Hürmetli radio anlayışlar. Ben Erkin Asya Radyosu muhbiri Şöhret Uşur. Bugünkü anlatışımızın mühim məzmunları tövəndikçe. Amerika Prezidenti Donald Trump çarşamba günü keşte oğlu Erik, kelini Laura ve meşhur karxançılardan Elon Musk ve Tim Cook qatarlıqlarının hamrohligida Beijing'e yetib geldi. Bu ziyaret Cuma günü ahırlışıdı. Ziyaret başlanıştan 15 gün burun Xitoy doiralari Uyg'ur arzdorlarining yurt atlab arz qilishini bo'libmi Beijingga kelishini qattiq cheklagan. Telefonimizni qabul qilgan Aqsu'dagi saqchi xodimlari arzdorlarni qaytarib kelish uchun bir turkum saqchilarning Urumchiga, bir turkumlarning Beijingga qarab yo'lga chiqqanligini oshkorildi. Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq bosh kotibi Nurmuhammad Musabay Donald Trumpning Xitoyni ziyorat qilayotgan mezgilda xalqaro axborotning diqqatining Xitoyga markazlashganligi, shunga Xitoy tarafining Uyg'urlardan axborotning diqqatini tortadigan bir ish chiqib kelishidan andish qilayotganligini ilgari surdi. U yana Xitoyning bir mustamlikachi davlat sifatida hech qachon Uyg'urlardan xotirjam bo'la olmaganligi, bu andishining 3 milliondan ortiq Uyg'ur lagerda yetayotgan bugungi kundami davomlashayotganligini eskartdi. Los Angelesdagi Arkadiya shahrining Xitoy pushtidan bo'lgan shahar boshlig'i Wang Ailin qonunsiz holda Xitoyning dumboqchiligini qilganlik uchun sotlandi. Ma'lum bo'lishicha, u shahar boshlig'i bo'lishdan ilgari Amerikada Xitoycha chiqadigan Amerika xabar markazi to'rini boshqargan. U bu jarayonda mazkur xabar to'riga Xitoy hukumat amaldorlari zakaz qilgan xabar maqolalarni bosgan va Xitoy tarafga to'ridagi xabar maqolalarining mazmuni va ko'rilish qitim soni haqida doklad qilib turgan. Hatto bir qitimda bir Xitoy amaldorining Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilib yozgan maqolasini aynan bosgan. Wang Ailin 11 may kundagi sotda qonunsiz vakillik qilish bilan ayblandi. U sotda jinoyatni qabul qilish bilan birlikda shahar boshliqlik vazifasidan istifa berdi. Axborotlarda uning 10 yilga qadar kesildiganligi faraz qilinmoqda. Amerikaning Indiana shtatida Marco Polo Uyg'ur madaniyat karvon sarayi qad ko'tarmoqda. Karxanchi g'ayratchi Rozi tarafidan selinayotgan bu saray 86 mo ko'lamda bo'lib, bu sarayning qurilish plani mehmonxona, murosim zali, restoran, ko'rgazmaxona va sayligoh qatorliq mulozimat o'rinlarini o'z ichiga oldi. G'ayratchi Rozi navbatda bu sarayning ko'rgazma zalini Uyg'ur madaniyati va tarixini aks ettiradigan kitob, rasm va buyumlar bilan to'ldirishga tirishmoqda. U bu jihatda o'zining el jamoatining yordamiga ehtiyoj tushayotganligini bayon qildi. U ko'rgazma qimmati bo'lgan har qanday madaniyat buyumini setib olishga hozir ekanligini eskartdi. Programmamizning to'liq qismini radio to'lqinlarimizdan va tor betimizdan anglag'aysizlar.